Assalomu alaykum azizlarim. Sog' salomatmisiz? Qaraganda bir bobo nima qilyapti ekan deyotgandirsizlar ha? Mana shu yerga gullarni qo'ysakmi deyapman azizlarim. Mana qarang. Mana shu gullarni shuga joylashtirsak ha, mana qarang. Gullarni. Mana shular joylashtirsak nima deysizlar? Mana qarang, tepada turibdi-da. Endi hammamiz uyimizda bola chaqa bor. Shu bolalarga, nabiralarga ziyon zahmat yetmasin deyman. Ota-onalar urushmasin deyman. Gulni yulib qo'yibsan deb, shu baland joy qilib qo'ysak-da, ha. Fikrlaringizni bildirib ketingizlar, mana navis. Lekin issiq joy. Bu issiqda gullar bo'ladimi, yo'qmi? Bu haqida ham fikr bildirib ketingizlar. Mana bugun quyoshlar charaqlab chiqib ketdi. Mana bu bog'larim qarang. Mana shu nabiralar uchun yaratgan bog'lar. Bular haqida ham fikrlaringizni bildirib ketingizlar. Yoqqan bo'lsa, like bosing, tarqatib yuboring. Obuna ham esdan chiqmasin. Sog' salomat bo'ling.